Hormanglar ey bolalar, hormanglar. Kecha deydi o'g'ilga kirdi. Ay, ishlayapsizlar? Ha, bo'l, ishlayvering. Kim bo'sh ekan? Kim bo'sh? Ishlar hammasi yaxshi. Bop o'zim qilaman. Bo'shmi desiz aka? Qarang. Molim bor shu desiz. Kecha o'g'ilga kirsam, sulay qopti. Keyin o'yladimda buqaga kelgan dedimda, ki Ro'shan Navey bor, bilasizmi? Buqasi bor. Olib bordim o'shanga. Olib borib, keyin ertasi kuni yana bir xabar olsam, ancha jon kirib qolgan molga. Keyin yana olib boraman dedi. Yana olib bordim. Uni ertasi kuni kiyimga qarasam, ipni uzib boraman deyapti hali. O't chaqnayapti oyog'idan. Olib bormasam bo'lmaydi degandek qilib. Dedimda yana olib bordim. Nima? Buqaga olib borib qaytaysam, ipni shunaqa tortib qochyapti-da, shu molni yurgan ko'rganmisiz? Parashyutda sakraysiz, oyoqni olib. Ariqqa tashlayapti, o'zini shunaqa. Kimga qarasa shunaqa suv ichyapti. U chanqagan ekan u. Chanqagan ekan. Tushundingizmi? U 5 kun suv bermadi-da, keyin esga tushib qoldi. U chanqagan ekan. Siz qayerda ishlashingizni bilasizmi? Quvada joylashgan Humo beton zavodini polni sizga qorovulligini topshirib qo'ygan bo'lsam, siz qilib yurgan ishingizni qarang. Bilasiz, bu yerda 100 markadan 500 markagacha beton ishlab chiqariladi. Biz xalq o'ylab ishlayapmiz, siz gap sotib yuribsiz. Siz boshlamisiz? Boshliq hech kimligini ham bilmaysiz. Bor ishingizni qiling. Yo, men yaxshilayman, men nima deb o'ylamayman. Prosta obedga chiqqanda sigaret chek. Endi katta odam gaplashgisi keladi kimdir bilan. Tavba qildim. Ha, bolalarni chiqarib yuboravering, ha. Tezlashtiringlar. Qarang. Kecha deyim molxonaga kiribman. Sigir sulayib qopti. Bang.